İstanbul Zeytinburnu'ndaki Uyghur yasli o'smirlar uchun mukofotlash murosimi o'tkazildi. 9 iyun Cuma kuni Sharq Turiston Ma'arif hamkorlik jamiyati qarmog'idagi Zeytinburnuga joylashgan Qur'on kursi va Uyghur yasli o'smirlarning yozliq ta'til munosabati bilan mukofotlash murosimi o'tkazildi. 9 iyun Cuma kuni Sharq Turiston Ma'arif hamkorlik jamiyati qarmog'idagi Zeytinburnuga joylashgan Qur'on kursi va Uyghur yasli o'smirlarining yozliq ta'til munosabati bilan mukofotlash murosimi o'tkazildi. Albatta, o'smirlar kelajakning izbosarlari. O'smirlar har oilaning, har xalqning, har vatanning suyimlik avlodlari, har bir oila o'zlari yetmoqchi bo'lgan orzu-armonlarini, farzandlari orqali yetishni, farzandlarini shu orzu-armonlarni amalga oshira oladigan yaramliq bo'lib yetilish uchun maktab va uyda ahamiyat berib tarbiyalaydi. Mana bu maqsadda Istanbulning Zeytinburnuda Sharq Turiston Ma'arif hamkorlik jamiyati tomonidan 2009-yilda qurilib, o'zliksiz Uyg'ur o'smirlarni tarbiyalab kelayotgan Uyg'ur yaslisi bo'lib, hozir bu yaslida 120 dan ortiq o'smir ta'lim-tarbiya olmoqda. Bu yaslning o'smirlarining yozliq ta'til munosabati bilan Juma kuni mukofotlash murosimi o'tkazildi. Murosimga Uyg'ur yasli o'smirlari ota-onalar bo'lib 500 dan ortiq kishi qatnashdi. Murosimga yana Sharq Turiston Ma'arif hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'uzxon boshchiligida idora hay'ati rahbarlari va a'zolari, Turkiyaning sobiq parlament a'zosi professor Jalal Arbay, Zeytinburnu sobiq muavin shahar boshlig'i Ilyas Saka qatorliq muhim arboblar qatnashdi. Murosim Qur'on Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Murosimda jamiyatning raisi Hidoyatullo O'g'uzxon ishlish nutqi so'zildi. Hidoyatullo O'g'uzxon so'zida Zeytinburnu ona til Qur'on kursida kelgusi avlodlarni tarbiyalab yetishtirish uchun to'xtovsiz harakat qilib tirishchilik ko'rsatib kelayotgan o'qituvchilarga hurmat bildirganligini va tashakkur etadiganligini tilga olib o'tdi va kelgusining umidi bo'lgan bu farzandlarning Qur'on Karimni o'qish orqali payg'ambarlik merosi bo'lgan yo'lga qadam qo'yganligini, nodonlik va asoratdan qutulishning yo'li o'z dinini to'liq tushungan va har jihatdan to'liq yetilgan yangi bir avlod kishilarni yetishtirib chiqishning muhim ekanligini ta'kidlab o'tdi. Aziz hamshahrilarimiz, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Hayrukum men ta'allamel Kur'an ve 'allameh" deydi. Sizlerinki aranlarda en yaxshi kishilar Kur'an o'qigan va o'qigan, o'rgatgan va o'rgangan va o'rgatgan. Bu vasila bilan hammalarninki avlod tarbiyasi ustidagi ko'rsatgan hassasiyat sezgirliklarimiz Allah Teala'nın adını çokum makbul ve ecr-i azim ata qilib dunyo va oxirat saodatga erishishimizga nasib qilg'usi va bolalarimizning tarbiyasidan taxmin yo'l bersak, jamiyat bo'lish sutimiz bilan, ota-ona bo'lish sutimiz bilan, ustozlar bo'lish sutimiz bilan avlodlarimizdagi har sohada kichikdan cho'ng bo'lguncha islom va ummatga jumladan Sharqiy Turkiston musulmonlariga xizmat qiladigan, elchi bo'ladigan, chiqish yo'li izlaydigan yetakligich rahbar qo'mondon yetishtirish yo'lida inshaalloh ko'plagan hissa va g'ayratlarni ko'rsatishimiz uchun hammadan o'rtaq kuch chiqarishni Alloh taolodan umid qilamiz. Har biriga bu jasoratlari, himmatlari uchun Alloh taolodan rahmat va mag'firat Faoliyatini sobiq parlament a'zosi professor Jalal Arbay so'z qilib, Payg'ambar alayhisolamning balliq davri va ota-onasidan ayrilib qolish jarayonlarini qisqacha tilga olib o'tgandan keyin dinni, vatani, millati uchun Alloh rizoligini ko'zlab Sharqiy Turkistondan hijrat qilib chiqqan bu farzandlarning kelgusidagi umid g'onchilari ekanligini, oy yulduzliq Sharqiy Turkiston ko'k bayroqining bularning qo'li orqali Sharqiy Turkiston tuproqlariga qadildiganligiga ishindiganligini bildirib o'tdi. Murosimda Uyg'ur o'smirlar jarangliq ovozlari bilan Qur'on Karim tilovat qildi. Har xil san'at numurlari ko'rsatdi, she'r deklamatsiya qildi va ta'sirli nasrlarni o'qib, yig'in ahlini qizg'in hayajonga soldi. Faoliyat oxirida Hidoyatullo O'g'uzxon, Abdulahad Abdurahmon, Jalal Arbay, İbrahim Damalam qatorliqlar sayna chiqib, kursidagi o'quvchilarga hadiya buyurma mukofot taqdim berdi. Faoliyat boshdan oxiri jonli kayfiyat ichida elib berilgan bo'lib, zal ichi faoliyat qatnashchilari bilan liq to'ldi. Murosim İbrahim Damalamning duo qilish bilan qizg'in kayfiyat ichida oxirlashdi.